Jizzax viloyatidagi Yangiobod tumanining eng olis chegaraoldi hududlaridan biri Qo'shqand qishlog'ida sun'iy qoplamali yangi mini-futbol maydonchasi qurib foydalanishga topshirildi. Unda aholi vakillari yilning 4 faslida sport bilan shug'ullanishlari mumkin. Mavzuni hamkasbim Jamoliddin Nurullayev davom ettiradi. Qo'shqand qishlog'idagi 11-son umumta'lim maktabida qurib foydalanishga topshirilgan mazkur zamonaviy futbol maydonchasini barpo etish uchun 1 milliard 450 million so'm sarflandi. Loyiha tashabbusli byudjetning joriy yil 1-mavsumida qo'lga kiritilgan bo'lib, majmua 4 oy ichida bunyod etildi. Endilikda sport inshootida nafaqat maktab o'quvchilari, balki shu hududda yashovchi qishloq yoshlari ham bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. Qo'shqand qishlog'imizda juda ham bir xursandchilik, juda ham bir bayram kayfiyati. Open budjet loyihasida biz g'oliblikni qo'lga kiritdik va hamqishloqlarimizni birligi bilan mana shunga erishdik. Yurtboshimizga rahmat. Bizda bunaqangi sharoitlar yo'q edi. Hozirgi kunda endi mana shu zamonaviy futbol maydonimizda o'quvchi yoshlarimiz ham vaqtini mazmunli o'tkazadi. Qolaversa qishloqdoshlarimiz, mana bu yoshlarimiz ularda vaqti ham mazmunli va juda ham fayzli o'tadi. Mana sport bilan shug'ullanadi. Mana shuni o'zi ayniqsa biz uchun juda katta baxt bo'ldi desak adashmayman-da. Tantanali marosimda qayd etilganidek, ushbu stadionning qurib berilishi maktab o'quvchilari va qishloq yoshlari uchun katta tuhfa bo'ldi. Sababi mana shu loyiha orqali maktab jamoasi va mahalliy aholining sportga bo'lgan talabi va ehtiyoji qondiriladi. Qolaversa, kelgusida bu maydon qishloq yoshlari orasidan ko'plab iqtidor egalarini kashf etishga xizmat qiladi. Shahar markazlaridan tortib eng chekka hududlarda ham mana shunday inshootlarning barpo etilishida esa 2021-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan tashabbusli byudjet jarayonlari muhim rol o'ynamoqda. Tadbirda kelgusida ushbu maydonda turli sport musobaqalari va tadbirlarni o'tkazish, stadion atrofida yashil hududni barpo etish rejalari borligi ma'lum qilindi.